Haqiqiy erkaklarning o'yini bu bilyard. Bilyardning klubi ochish uchun nechta pul kerak va nechta pul foyda olib kelishini bugungi ko'rsatuvimizda o'rganib chiqamiz. Siz ungacha kanalga obuna bo'lib qo'ying. Like, comment bos, hechdan chiqmasin. Bo'lajak biznesmenlar tanamaganlar tanib qo'ysin. Ibrohim aka, bu aka bilan biz birinchi qadamni, birinchi ishimizni mana shularni kompyuter klubidan boshlaganmiz. Okey, assalomu alaykum. Okey. Bu akaning yana bitta zo'r bizneslaridan biri bu bilyardning biznes. Ikkita biznesni bitta joyda joylashtirganlar. Okey, imенно nimaga kompyuterxona, bilyardxona bitta joyda? Sababi joyimiz bo'lib qolgan, bo'shagan uchun bilyardxona ochib olganmiz. Hop. Endi adresini tushuntirib bersangiz, nimaga imенно shu joyda? Adresimiz o'sha eski Sitorto xonaning oldidagi Yunusobod 9-kvartirada joylashgan. Xohlaganlar uchun kompyuterxona, xohlaganlar uchun bilyard. Bemalol ota bola kelib, ota tepada bilyardga, bola pastda kompyuterxona o'ynasa bo'ladi. Bo'laveradi. Bo'lmasa ishingiz bilan tanishtirib chiqsangiz, nimalar ishlar qilgansiz, qanaqa ochilgan bilyardxona hammasini bir tushuntirib bersangiz. Iboka, mana shu sizlarning bilyardxonanglar, to'g'rimi? Shu. Hop, Fayzligina zo'r. Nima deydi, necha kvadrat joy kerak bilyard uchun asosan? Asosan bilyardga o'zi joy kattaroq kerak bo'ladi. Bizning joyimiz 180 kvadrat metr. Xonalar nima desa bo'ladi yana? 180 kvadrat dedingiz. Hop, necha kvadratdan bilyardxona boshlagan ma'qulroq bo'ladi ko'pincha odamlarga? Ajab 150 atrofida. 150 atrofida. Mana shu ham bizga ozgina kichkina qiladi. Chunki hozir 180 kvadrat metrimizga ketgan stollarimizni 3 ta katta, 2 ta kichkina. 2 ta kichkina stol bilan boshlagansizlar. Shunaqa. Bu joyda olganinglardan. Boshlamaganmiz. Biz 3 ta katta, bitta kichkina bilan boshlaganmiz, keyin bitta kichkina qo'shilgan. Hop, olganinglarda bu joy qanaqa holatda edi? Qanaqa remont ishlar bajarilgan? Joyimizni agar men videolarni topsam, sizga o'zingizga tashlab beraman. Joy 0 holatda bo'lgan. Biz 0 dan shu holatgacha olib kelganmiz. Shu holatgacha olib kelgan. Imенно remont masalasiga nechta pul xarajat bo'lgan? Mana shu polniy remont 0 dan shu holatga kelguncha pochga ketib qolgan. $10,000. 10,000 dollar. Bu mana bu stollarga kirmaydi. Faqat remontni o'zi. Remontni o'ziga ketgan. Ya'ni mana bu dekorativniy devor, gilam. Gilamlar, konditsioner, keyin hammasi dekoratsiya mana shunaqa narsa ketgan. Hop, endi qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bitta bilyardni stol necha pulga aylanishi mumkin? Bitta bilyardning stolimizni kattasi 4,5 atrofida dollar tushgan bizga. Bittasi kattasi. Ish boshlayotganda nechta bilan boshlasa, odam o'ziga ishonchliroq bo'ladi? O'rtacha 3 ta bilan boshlaydi. 3 ta bilyardni stol bilan boshlasa. Hop, buni narxi qanday hisoblanadi? Soatligimi? Soatlik hisoblanadi. Misol uchun bizda kunduzgi soat 10 dan 6 gacha 40 ming so'm soati. 6 dan o'sha tong otgungacha 60 ming so'm soati bo'ladi. 60 ming. Buni ichida bonuslarimiz ham bor. Qanaqa bonus? Har 2 soatda o'sha ikkita o'yin o'ynayotgan bo'lsa, kelib turib, barimiz tomonidan suvlar taqdim etiladi. Kola, Pepsi, barishni. Bu bonus. Bar deganingizda, bilyardxonada barni ahamiyati qancha? Bar kerak, chunki bu yoqda bizda chekish mumkin ichkarida, chunki nima deydi ma'lum? Vytishka qilib qo'yganmiz, lekin oyoq kiyim kiyish mumkin emas. Gigiyena endi qanaqa toza bo'lgani yaxshi. Tozalik, hop, tozalik deganingizda, mana shunaqa bilyardxonalarda har qancha vaqtda uborka bo'lib turish kerak, general uborkami? Albatta uborka bo'ladi. Biz uborchamiz ham bor, unga oylik ham to'laymiz biz. Oylik har qancha vaqtda qilinadi? Uborkami har 2 kunda bir. Har 2 kunda hamma joy tozalanadi. Har 2 kunda bir, lekin har kuni bitta tozalab chiqariladi. Har 2 kunda bir polni prisoslar mana tozalab. Bilyardda eng asosiy narsa nima? Bilyardda eng asosiy narsa nima? O'ynashdami yoki ochishdanmi, nimada? Ochishdan maqsad nima bo'lishi mumkin? Ochishdan maqsad o'zi hamma nima biznes ochishdan maqsad hammasi foydaga kirish kiradi. Endi bu bilyardda ham o'zining ishqibozlari bor. Eski odam yaxshi tushunadi. Endi bu bilyardda o'zi hisob-kitob, geometriyani tushunadigan odamlar zo'r o'ynaydi. Men shunaqa deb fikrlayman, chunki o'zim zo'r o'yna olmayman. Menga o'zi maslahat berishga mana shu yerlarni okamlar bor. Maslahatlashib, shuni ochishga qaror qilganmiz. kompyuterxonamizdan tepasidan. Depzon kompyuterxonasi pastda. Bemalol o'sha haliga aytganimda ota bola kelsa, ota bilyardda, bola kompyuterda. Bo'lmasa bitta bilyardning stolga qilinadigan rasxodlar qancha bo'ladi?
shu bitta bilyardning stoli 4,5 ming atrofida bo'ladigan bo'lsa, toshi $300 olinadi. Bu komplektga kirmaydi bilyard stoli komplekt. Stol bilan alohida bo'ladi. Toshi alohida $300 olinadi. Kiylari bizaniki $120 olinadi. Har bittasi. Har bittasi. Hop, nechta kiy bo'lishi kerak? O'zi har bitta stol uchun ikkita kiy bo'ladi. Shu ikkitadan hisoblanadi. Yana zapas xod 3 ta 4 ta olib qo'yamiz. Ibrohim aka, men bilyardni klub ochilgandan keyin baribir o'ziga yarasha rasxodlari bo'ladi. Albatta. Hop, mana shu ochgan odam bir oyda necha pulli rasxodga tayyor turish kerak? O'rtacha rasxodi bir bo'ladi 15 million 20 million atrofida bo'ladi. 15-20 million bularga nimalar kiradi asosan? Misol joy arendasi kiradi, sevet kiradi, borska puli kiradi. Undan tashqari yana mayda juda rasxodlar chiqib qoladi. Ishchilarning oyligichi? Ishchilarning oyligi. Hop, ishchilarning oyligi nechta odam ishlaydi, necha pul oylik to'lanadi bularga? Bilyardimizda bitta ishchi ishlaydi. Oyliklari 4 million 5 million atrofida. Bonuslarimiz bor 6 million 7 milliongacha oylik oladi. Oylik oladi. Hop, mana shu bilyardga ishga kirmoqchi bo'lgan odam qanaqadir bilimga ega bo'lishi kerakmi yo prosta qorovulga o'xshagan? Savodxonligi yaxshi bo'lsa bo'ladi. Savodxonligi. Chunki mijozlarni keladi, kutib oladi, hisoblab beradi, yoqib beradi, so'ragan narsasini keltirib beradi. Asosan shu. Hop, mana shu hisoblab beradingiz. Mana bu bilyardda vaqtini qanaqadir programma bormi o'sha hisoblab turadigan yoki qog'ozda nechida keldi, nechida ketdi? Hozir buni ustida ishlayapmiz. O'sha kompyuterxonamizni, bilyardxonamizni yana bitta yangiligimiz bor. O'sha yangiligimizni ochganimizdan keyin общий счет qilamiz. Shu kompyuterxonaniki, bilyardxonaniki shuni hisoblagan qilib baza qilib qo'yamiz. Kompyuterxonamizda ham hozir ko'p joyda bu narsa ommalashib ketdi. Kompyuterxonalarda akkaunt. Misol bitta odamning o'zining akkaunti bo'ladi, ochib qo'yadi. Xohlagancha pul tashlab, xohlagan vaqt kelib turib, yoqib o'ynab ketadi. O'sha narsani o'ylab hozir planlashtirib turibmiz. Bilyardga ham xudo xohlasa shunaqa qilmoqchimiz. Hop, hozirgi kunda qanaqa sistemada ishlanadi? Hozirgi kunda o'zimizning ota-bolalarimiz qilib kelgan ish. Qog'ozda, masalan, 12 da keldi, 12:30 bekatda keyin kalkulyatorga urib hisob chiqarib beriladi. Hop, undan tashqari yana nimalar kerak bilyardga asosan? Qulaylik uchun. Bilyardga ochish uchunmi? Ha. Bilyard ochish uchun yaxshi joy kerak bo'ladi. O'zlarimiz yaxshi sherik kerak bo'ladi. Shu. Keyin qunt bilan sabr qilib, chunki boshda har doim hammada zo'r bo'lmaydi. Sabr qilib tursalar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Hop, bilyardni ochilgandan keyin qanaqadir reklamli platformalardan foydalanish kerakmi yo bu reklamaga talab qilmaydigan narsami? Yo'q, hozirgi zamon talabi-yu bu. Hozirgi zamon talabi. Biz o'zimiz ham Instagram ishlatamiz, bilyardimizning videolarini olamiz. Instagram o'ziga pul to'lab reklamaga chiqaramiz. Asosan shu. Target asosida. Da. Hop, qarang, bilyard odamga nima beradi o'zi? Bilyard bilyard o'ynaydiganlar o'zi bu narsani tushunadi. Asosan miyani, o'ylayotgan narsani joy-joyiga qo'yib olishga xotirjamlik beradi ham to'g'ri bo'ladi. Hayot tashvishlaridan ozgina chalg'ishga yordam beradi. Ozgina mana bu narsalarga chalg'ib, hisob-kitoblarni anaqa qo'ygandan keyin nervi anaqada bo'ladi-ku. Uspokоение. Shunaqa narsa bo'ladi. Bilyardni yaxshi o'ynash uchun nimalarni bilish kerak? Geometriyani cho'tga o'qigan bo'lish kerak. Geometriyani bilish, hisob-kitob, fizika hammasi. Kurs, mana shunaqa narsalar bor. Men o'zim aytolmay boshlayaptim, tushunmayman uncha yaxshi. Shuningdek. Ko'pchilik masalan bilyardda bor shunaqa joylar qimor deyishadi-da. Siz qanaqa fikrdasiz? Qimor deganda любой narsani qimor qilsa ham bo'laveradi. Donnoskiga o'ynaymiz, $100 dansa, donnoskiga o'ynasa, o'sha ham qimor bo'lib qoladi. Yo'q, bizning bilyard unaqa qimor anaqasi yo'q. Keladi, odamlar o'zi kompyuteri nima uchun o'ynasa, oddiy o'yin. Bu ham xuddi shunaqa. Faqat bu yerda aqlli ishlatib, qo'l harakatlarini hamma joy anaqa qiladi, ta'sir qiladi. Ishlatib o'ynaladigan bir sport turi ham bo'ladi. Sport turi. Sport ham, chunki bu bilyard bo'yicha dunyoda hozir musobaqalar uyushtirilyapti, katta-katta chempionatlar bo'lib kelyapti. Xudo xohlasa bizning O'zbekistonda ham endi rivojlanayotgan sohalar. Ibrohim aka, mana kompyuterxonada siz turnirlar qilib turasiz. Bu yerda turnir bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Bu yerda ham xudo xohlasa bo'ladi. Endi hozirgi plan qilmayapmiz. Xudo xohlasa lekin qilamiz deb plan qilganmiz. Hozir siz gapingiz orasida aytib ketdingiz, bitta yangiligimiz bor deb. Nima yangilik bor? Aytaveraymi? Aytavering. Bizda birinchi eksklyuziv Ibrohim akadan yangilik. Bizda yangilik xudo xohlasa tur agentство ochamiz. Mana shu bilyardxonamizning pastiga ofisimizni ochamiz. Sertifikatlarni oldik, hamma hujjatlar tayyor. Shefimiz kelishini kutib turibmiz. Qo'l qo'yilsa, lenta kesilsa ochiladi. Lenta kesilsa bo'ladi, ochiladi. Xudo xohlasa chet davlatga dam olishga, umraga
nimaga bo'lsa xudo xohlasa o'zimiz xizmatingizda bo'lamiz. Bilyard o'ynay, Dubayga uching bo'ladi. Keyin birinchi bo'lib biz Lekin shunaqa o'chamiz. bo'lishi ham mumkin. Lekin shunaqa bo'lishi ham bunaqa mumkin. konkurs qilib Konkurslar qilamiz, обязательно bilyardimizdagi kompyuterxonalarimizga konkurslar qilamiz. mana ham dam olasiz, ham dam olasiz. Bu yerda ham, u yerda ham. 2x bo'lar ekan. Gap yo'q aka. Ibrohim aka, endi bizga etam-betlab tushuntirib bersangiz, bu sohada necha yildan berasiz? Bilyard sohasi endi boshlanishdamiz hali. Hali boshlanishda. Xo'p, shu bilyardxona ochmoqchi bo'lganlarga davlat tomonidan qanaqa dokument talab qilinadi? Davlat tomonidan asosiy tak To'g'ri. davlat tomonidan asosiy so'ralgan dokumentlar yo'q. Biz soliqni to'laymiz yoki tadbirkorlik bilan ish yuritamiz. Soliqlarni to'lab, joyi arendasiga to'lab, sevetlarni va qo'riqlash xizmatlariga pul to'lab ish yuritamiz. Xo'p, mana shu bar sohasida necha pul xarajat qilingan barda o'zida? Barimizni o'tgan safar aytib o'tganimizdek, barimizni arendaga beramiz biz. Ha. Ko'chada misol 3 ta filialimiz bo'lsa, 3 ta filialimizni arendaga olishgan. Ular o'zligizni barni to'ldirishadi, ishlatishadi, foydasini o'zingizga olishadi, bizga arendasini berishadi. Sizlar bar arendaga, sizlar xarajat qilmagansizlar. Yo'q, biz fokusimizni bu tomonga qaratganmiz. Xo'p, bilyardda asosan necha pul bilan kirib kelgan ma'qul? Agar noldan joy tayyor bo'lmasa, noldan anaqa boshlamoqchi bo'lsa, 20 mingga ketadi. 20 ming dollar bilan stol boshlashadi. Xo'p, 20 ming dollar bu pul qancha vaqtda o'zini oqlashi mumkin? Bu narsa endi joyiga qarab bilinadi, klientlarning oqimiga, mijozlarning oqimiga qarab turib, o'zining rezultatini ko'rsatadi. Aniq muddatlar yo'q demoqchiman. Bu ishlash jarayoniga qarab bo'lib Ishlash belgilanadi. jarayoniga qarab. Xo'p, ishlash jarayoniga bu bilyardni narxi nimaga qarab belgilanadi? Bilyardni narxi soatini aytasiz, to'g'rimi? Soati. Misol olib kelgan bizning stollarimizni, kiylarimizda qanaqa sifatliligi, o'sha o'zimizning mana shu mijozlarimizni foydalanadigan narsalarni narxiga qarab turib, o'sha sifatligiga qarab turib, narxi belgilanadi. Hozir shaharda bilyardni narxi necha puldan necha pulgacha? O'rtacha eng arzoni ham minimalnisi ham 35 ming 40 ming atrofida bo'lsa kerak deb o'ylayman. 35 ming 40 ming atrof. Xo'p, narx har qancha vaqtda o'zgarishi mumkin? Har qancha qanaqa biz bir xil rejim qo'yganmiz. Soat ertalabki 10 dan 6 gacha 40 ming so'm soati, 6 dan tong otgungacha 60 ming so'm soati bo'ladi. Hop, har qancha vaqtdan keyin narx ko'tarilishi mumkin? Qanaqa misol uchun unda konkurensiya u payt ko'payib ketgan paytda yoki qanaqa tushunmadim, savolni tushunmadim. Narx qo'ydingiz-ku, например, 40 ming so'm. Endi nimadirlar almash qanaqadir narsalar bo'ldi, bir narx-navo oshishi bor, boshqa narsalar hisobiga har qancha vaqtda bilyard narxini ko'tarish mumkin. Endi bu narsa har doim ham o'zidan o'zi oshirmaydi. Chunki bizda stollarni olib bo'lganmiz, remont qilib bo'lganmiz. Asosan endi kelinlarga foydaga aniq qilamiz. Qaror tayanamiz. Qachonki oshishi mumkin? Misol uchun arendani puli oshib qolsa yokida nima degani, sevetlarning narxi oshib qolsa, unda ham katta oshirmay narxni o'zgartirmasa kerak emas deb o'ylayman. Bunga munosabat dollar kursi-yu neft narxi aralashmaydi bunaqa ishlarga. Chunki biz boshlang'ich etapida rasxod qilamiz. Boshlang'ich etapida agar misol bizning restoran soha bo'lsa, biz har kungalik produkt olib kelishimiz kerak. Unda narx-navo tezroq o'zgaradi. Bu yerda rasxodning materiali 15 million dedingiz bir oyga. O'rtacha 15 million. Xo'p, mana shu bilyardli stollar har qancha vaqtda remont talab bo'lib qoladi? Bu ham odam soniga bog'liq. Qancha ko'p foydalansa, asosan mana ustidagi anaqasi, pokrechasimi? O'sha narsalar eski bo'lsa, keyin remont qilsa bo'ladi deb anaqa qilganmiz. Bu sizlarda qancha vaqtda remont? Sizlar hali yangi, to'g'rimi? Hammasi. Bir yil bo'ldi, nari beri. Qancha vaqtdan keyin ustidagi pokrechasini almashtirish kerak? Holatiga qaraymiz endi. Holatiga qarab. Bu qancha vaqt xizmat beradi? Bir tez anaqa yomon ketadigan anaqa stollar emas. Anaqalar yaxshi. Sifatli demoqchiman. Sifat. Bilyardda stol tanlab o'tganda nimaga e'tibor berib olish kerak? Asosan mutaxassislar bilan maslahatlashish kerak deb o'ylayman. Mutaxassislari bor. Shu narsani o'zini. Mutaxassislar bilan maslahatlashsa o'sha ancha yaxshi, foydali deb o'ylayman. Bular hozir o'zimizda O'zbekistondan chiqayotgan mahsulotmi yoki bular hamma chetdan kelganmi? Bizarnikimi? Ha. Bizarniki chetdan kelgan. Chetdan kelgan. 4 ming dollar bo'lsa chetdan kelgan bo'ladi. Chunki zakaz qildik-da biz.
Men u stolga o'zim uncha aralashmadim. O'zi she'rlar o'zingiz hal qilishdi. Zakaz qilishdi, o'sha bir oylarda keldi. Eng qiziq hamma kutgan savol. Mana shu bilyardning klubda Foydasi kammi? Foydasida nechi pul soqqa qoladi oyma-oy. Har oy nechi pulda umid qilsa bo'ladi. Gap cho'zmasam bitta tangal gapiraymi? Kruglik qilib qo'ying. Ha, o'rtacha $1000. $1000 sredniy soqqani bossa bo'ladi. O'rtacha rasxoddan chiqarib tashlaydi. Asqatdan chiqadi. Bo'lmasa, mana shunaqa ish boshlamoqchi bo'lgan yosh tadbirkorlarga siz tomonidan qanaqadir maslahat bormi? Maslahatni endi kelishib beramiz. Hozir videoda nima maslahat beramiz? Nima ish boshlashinglardan qat'iy nazar, o'shani mahkamroq ushlashga harakat qilsanglar, qilishsa, xudo xolisa, o'xshaydi inshaalloh. Allohdan so'rab sababini qilsanglar bo'ldi demoqchiman. Chunki biz ham ochganimizda kinetdan unaqa oqim zo'r bo'lmadi. O'zidan qotgan rasxodga topayotgan pulimiz to'g'ri kelmadi. Xudoga shukr harakat qilib, sabr qildik mana. Endi foydaga kirishni boshladik. Sizga kattakon rahmat, Ibo aka. Shuncha yordam berdingiz, shuncha maslahat berdingiz. Ishingizga omad. Rahmat. Sog'lik, salomatlik. Mana bilyardning klub qanchalik foydali biznesligini ham bilib oldik. Bundan keyingi biznes nima bo'lishini xohlasanglar, kommentga yozib qo'ysanglar, biz qo'ldan kelgancha o'rganib chiqamiz. Va bizni qo'llab-quvvatlash uchun like bosib tursanglar, bizga shuni o'zi yetarli. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr.